Men Xolikov Husanboy, Asaka tumanidan Andijonga yotdim. Ayrim doktorlar yurolmaysan dedi, oyog'ingni kesishga to'g'ri boradi dedi. Andijonda yotdim, 7 ta muolaja oldim. Murodjon doktorim Farg'onaga jo'natdi, Risolatxon degan doktorga. Bu yerda mana muolajalarni olyapman. 2-kundan foydasi bo'ldi. Oyog'im qimirlayapti, barmoqlar ochiqqacha qimirlayapti. Hech og'riqlar qoldi, yaxshi, zo'r. Bemorlar bo'lsa bemalol kelib davolashingiz mumkin. Og'riqsiz, yaxshi, hamma yo'q. Joy-joyida cho'tki bo'lar ekan. Yaxshi, zo'r. Elektrostimulyatsiya massaj orqali yaxshi bo'ldi mana.